variantga lab o'qib yurganlar, mana variantga bozorda turibdi. Variantga bor ekan. $1000 pul berasizlar. 91lik 127 00 18 ga telefon qilib variantga olib ketsalar bo'lar ekan. Alloh, holat yaxshi bo'lib turibdi. Yilni yozishmabdi-da. Balonlar ham yaxshi bo'lib turibdi, bir 50% bor ekan. Bularga chaqimlar tashab qo'ygan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bular yaxshi. $1000 berasiz, olib ketaverasiz. Mana shuni bilan aloqaga chiqasizlar bo'ldi. Akalar mana lavoni mana pritsep ko'targichlarigacha bor ekan, ko'rishinglar mumkin. Holati vahshiy ideal bo'lib turibdi. 2021 ga 22 akalar lavolar tomonidan yili yangilaridan 2026 2025 dan mana boshlaymiz. Xudo xolasa mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar jamasi kerak bo'lsa. Faqat naqd ekan. Variantga kreditga qilishda iloji yo'q, faqat naqd. Hop. 140 ming probey bosib o'tgan, chexollari bor. Polilar ham tashab qo'yilgan ekan. Balonlari ham sveji holatda bo'lib turibdi. Tentlari qilingan tayyor mana. Kimga shunaqa holatdan kerak bo'lsa, tentlari bilan ichlari ham yaltirab chiroyli va ajoyib bo'lib turibdi. Hammasidan sotiladi, labolar, damaslar, hammasi bir kishining nomiga ekan. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunisi ham balonlari ham sveji bo'lib turibdi, qurtdi yo'q. 2026si. Kimga kerak shunaqa yangilari? Bosib oladigan joyi ro'qa. Ko'rishinglar mumkin. Mana bunisi ham 2026 yangisidan. Buni ham holati o'tdi diyor. Yangi mashinalar. Salonda hidi hali ham turibdi. Balonlar ham yaxshi holatda buni ham. Yangidek. Yangidek turibdi. Mana yarim vandan emas qidirib yurganlarga mana yarim vandan ham bor ekan. Karpaylari ham pilisi qo'shib beriladi shekilli. Yarimdan. Balonlar ham mana taniq. Yangi. Yangi mashina ekan. Ko'rishinglar mumkin. Hammasi naqqa beriladi lekin. Hammasi naqqa beriladi. Damaslar bo'ladi. Aka hammasi naqqami? Ha, nech pul deyapsiz labor patentlini? 8200 kam bor. 8,5 kam bor, 26 labolar. Kombini 7,5 Ha, 7,5 dan kami bor. Damas. Yarim vanda. Bo'ldi. Aka nomeringizni aytaverasiz. Yo'q, mana shu nomerga. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib gaplashib olasizlar. Yani talashib tortishib gaplashib olasizlar egasi bilan. Yangi mashinalar. Asal kaminalar ekan, lada ishqozlari bo'lsa, lada kalima chiqib qoldi. Ko'rishinglar. Narxi arzon. Yaxshilab kuzatib qarab tursalar. Aka yilni necha deyapsiz? 2009 ekan, yili ham hali eski emas ekan. Holatlari ham yaxshi ekan, urinib ketmagan, yaxshi holatda o'zim minib yurganman deyishyapti. Metafollari bor. Hop. 143 ming probey bosib o'tgan ekan, yaxshi, hech qancha bosib o'tmabdi. Mana manetlari ham, ayna ko'tarish yo'qonlari ham elektronika, qulflash sistemalarigacha bor ekan, mexanika. Ko'rishinglar mumkin. Balonlari ham bir 60%, 70% bo'lib turibdi. Ko'rishinglar mumkin. Orqa holatlari ham zo'r deyishyapti, orqa oldi pechat deyishyapti. Aka, kraskasi qanaqa buni? 15% bor deyishyapti. Yana o'zlaringizcha bir so'rab surishtirib, bilib olasizlar egalaridan. Holati lekin mana ideal ekan. Butun ham odolasa orqa oldi. Orqa oldi mana butun deyishyapti. Metan gazlari bor ekan. Metan gazlarigacha bor ekan. Aka, yana nima navorot qo'shgansiz? 1.6 ekan. 1.6 motor. Siz mashinasiz ishlab turibdi. Ha. Holati zo'r. Hamma yoqqa minishga tayyor, a? Tayyor ekan. Bular aka elektronli, gidralkadan yumshoq. Ha, bu elektronika bo'ladimi bu? Bo'lmasa mazza qayda ekan do'g'on odam. Narxini sal kelishdek o'zimiz ham 3000 deyishyapti turadi, 3000 dan o'tib bering, mazza qilsa menida qollar obunachilardi desam, ha bo'pti, 3000 dan o'tib beraman, $100, $200 o'tib beradigan joyim bor deyapti. Yana bir kelishib aloqaga chiqsalar kelishtirib berishadi. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 90chilik. 90chilik 941 2211. bo'ldi aka. Kelar bugun faqat variantga chiqaramiz shekilli mana 2025 dan Labo variantga chiqarib beraveraman deyishyapti. Ko'rishinglar mumkin. 2025
Hozir probegini ko'ramiz. 45 ming probeg bosib o'tgan ekan. Holati yaxshi, magnitofonlari bor. Qanaqa qilib turibdi? Orqalari ham tana holatda. Yangi sveji balonlarda mana ko'rishingiz mumkin. Holat ideal. 50 million pul berasizlar, qolganini 1 yilga bo'lib berishga berilar ekan variantga. Hech qanaqa banklar aralashmaydi ekan. Faqat variantga chiqaverar ekan. Holati mana ideal. 2020 yangi mashina. Yangisidan haydayman deganlarga. Aka nomeringizni aytib qo'yasiz? 93lik 060 0017. 21 ga 22 ga. Holatga yaxshi. Balalar ham qanaqa bo'lib turibdi? Yaxshi holat ekan. Ko'rishingiz mumkin. 144 ming probeg bosib o'tgan ekan. Chexollari bor. Mana shu akkumulyatorga ishlaykan. Mana shunaqa. Aka bu hozir nima bu tushunmayapman men buni. Elektriskiy bo'ladi. Hisobiga o'tadi. Ha. Akkumulyatorga ulangan bo'ladi, knopka bo'ladi. Knopkaga moslangan. Zavodskiy o'rnatilgan. Ha, zavodskiy laboga qilingan ekan. Mana bu qanaqa baquvvat qilib ishlab qo'yilgan ekan o'zlari. Ko'rishingiz mumkin mana. Ustunli rama qilingan ekan mana. Holati ham ideal. Bozorda o'zi bunaqasi mana bitta bo'lib turibdi. Bozorda bitta, boshqa yo'q. Ko'rishingiz mumkin, ramalari ham ashi ideal ekan. Metallari bor. Taraflari ham yaxshi, suyagi butun. Metallarigacha bor. Aka, narxini nech pul dedingiz? 310 beraman 200. 7200 dan kami bor. Nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 159 1918. Aloqaga chiqib gaplashib olaverasizlar egalari bilan. Sekin tushyapti. Qanaqadir moyaga ishlaydi shekilli. Shunaqasidan kim qidiryapti? Tushib oldi. Mana ko'tarilish. Osongina, jonni qiynash yo'q. Mazzami? Yil necha aka buni? Ha, 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Aka bu hozir nimada ishlayapti? U elektrga emas, hozir nimasiga emas, tokka emas, akkumulyatorga. Motor aylantirib, yog' aylantirib berar ekanda, bo'lmasa? Ha. O'tasa to'kadi, faqat yo. Ha, o'tasa to'kadi. Nech pul deyapsiz aka buni? 5000 to'g'ris kam bor, ha? Variantga ham bo'lsa bo'laveradimi? Bir 2000-3000 puli borga? Ha, 3000 puli borlarga variantga ham eplasa bo'lar ekan mana. Suyalar butun, kraskalar qanaqa? Kraska asfalt qilib qo'yilgan, ha? Ha, damazdan yasalgan ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Ramalari ham o'zi mana bilinib turibdi. Ammo qoyil. Mazza qaylaydi odam, olgan odam mazza ish qiladi. Ha. Bozorda turibdi. Mana mashina holati yengil asfalt bo'lgan ekan. 5200 kami bor. Aka nomeringizni aytib o'rasiz. 91lik 153 1045. Bo'ldi. Mana aka 2006-yilda ishlab chiqarilgan Mokresdan qidirganlarga ko'rishingiz mumkin. Tentlarigacha bor. Damazlar qilingan ekan. Balonlari ham yaxshi deb turibdi. Tentlari ko'rishingiz mumkin. Ishlari urinib ketmagan, yaxshi holatda. Tentlari ham butun turibdi, yirtilib, tiqilib ketmagan holatda. Holati yaxshi. Sekin savdo ham ketyapti shekilli. Narxi ham o'rtacha. Raqammat emas, arzon emas. 4500 kami bor deyishyapti. Yana bir egalari bilan telefonlashib, gaplashib olaverasizlar, aloqaga chiqib. Aka, motor korobkalari qanaqa? Motor korobkalari, muslari hamma muzlari ham zo'r deyishyapti.
Qancha yo'ldan? 340 ming probay bosib o'tgan ekan aka. 340 ming probay bosib o'tgan. Motorlari bor. Nomeringizni aytib yuborasiz aka. 93lik 605 2597. Bo'ldi aka. Mana akalar, bunisi ham 2006-yil ekan. Narxi ham yaxshiroq. Tushinglar mumkin. Tentda bu ham damazlabo qilingan ekan. Mana balonlar ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Tentlari yaxshi holatda, buni ham itilib titilib archilib ketmagan. Holatni ko'rishinglar mumkin. Tana bo'lib turibdi. Ada voy deyman, labon sezon keldi endi, bundan yog'at bosiylar onasi keldi. Aka, yo bugun kechqurun yo ertaga kechgacha joylab qo'yaman. Sarvar abdu. Aka, motor, korobka, muz, xodovoylar zo'ra. Hamma yo'q bo'lgan, shumka ham bo'lgan. Shumka ham bo'lgan ekan. Motor, korobka, muz, xodovoylar zo'r ekan. Anaqa avtomatikaga o'xshatib super moslab qo'yilgan ekan. Devorlari bor. Probega qancha aka? Ko'rsatmay. Probeg to'xtab qolgan. Bo'ldi. Aka, 4.5 dan kami deyapsiz. Bir to'g'riga bitoradi. Bitirib beramiz. Bitirib berishga harakat qilaman deyapti akam. Bitirgan chiqargan. Aka, nomeringizni aytib yuborasizmi? 33lik 158 93 93. Bo'ldi aka. Mana yili 2018 ekan, damazlab o'qilishgan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Aka, 85 ekan. Bu Qo'qonda bitoradimi? Dokumentlar. Qo'qonda dokumentda bitor ekan. Generalni chiqaradi. Generalni chiqaraverishaver ekan mana. Chehollari, ko'jinni tayyorlab qo'yilgan ekan. 127 ming probay bosib o'tgan. Ko'rishinglar mumkin. Ichkarilar ham chehollari tortib qo'yilgan, chiroyli holatda. Ya mashina. Balonlar ham 70-80% bor ekan. Yaxshi holatda. Ko'rishinglar mumkin. Taniq. Bu o'zingiz yasab sotasiz shekilli buni. Akam o'zi tayyorlab sotadi ekan buni. Taglari ham baquvvat qilib ishlangan ekan. 2 qarichmi chiqadi qo'l bilan o'lchaganda. Aka, motor, korobka, muz, xodovoy hamma yo'q zo'r ekan. Ishga tayyor ekan. Mana ish bo'lsa bo'ldi, yorib yuboraman deyapti mashina. Motor, korobka, muzlari zo'r ekan. Aka, buni nech pul qilib beraman dedingiz? Nech pul qilib beraman dedingiz? 4800 dan tushib beramiz. 4800 dan o'tib beradigan joylari bor ekan. Variantga bo'lmaydi, faqat naqddan, faqat naqdga. Naqdga aloqaga chiqaverasizlar. Nomeringizni aytib yuborasiz aka. 95lik 008 8011. 8018. Bo'ldi. Yo'q, 8011. Iya. Bo'ldi aka, nomerni bo'lmasa yana boshqa talab qo'ying. Yo'q, 40 tashlayman endi. Necha dedingiz? 95lik 008 8011. Bo'ldi aka.